Assalomu alaykum hammaga. Mana proyektimning ismi ESP32 Smart Sensor Dashboard. Bu dunyoni xohlagan nuqtasida ishlashi mumkin, faqat mana kompyuterimda emas, chunki bu Wi-Fi va MQTT broker bo'yicha ishlaydi. Shunga asoslangan. Xo'sh, bu dashbordning vazifalari haroratni, namlikni, kimdir qimirlasa va yorug'likni o'lchab beradi va 4 ta mod bor. Birinchi mod manual. Bu yerda biz relayni boshqarib, lampochkani o'chirib yoki yoqishimiz mumkin. Shu lampochkada mana tekshirish uchun yorug'likni ham tekshiramiz. Masalan, lampochkani yaqin keltirsa, yorug'lik oshib kelyapti. Endi lampochkani uzoqlashtiramiz. Bu kamaydi. Boshqa modlar bu autopir. Agar nimadir qimirlasa, lampochkani yoqadi. Bu mana sensorimizga ishlaydi. Mana va boshqasi auto LDR. Bu light dependent resistor bo'lgani uchun biz bu yerga threshold qo'yamiz. Shu sondan yorug'lik kamaygan bo'lsa, lampochkani yoqamiz. Masalan, hozir bu yerda 2000 turibdi, o'lchash 2500. Masalan, ko'paytirsak, lampochka o'chadi. Kamaytirsak, chunki threshold kamayyapti, lampochka yoqiladi. Va 4-mod bu ham qimirlashni sezadigan, ham yorug'likni sezishga moyil mod. Bu yerda ham threshold o'rnatsak bo'ladi. Bu yerda MQTT brokerga biza yuborayotgan publish va subscribe messagelar mana ko'rib turganingizdek. Va biz qaysi moddaligimizni bilish uchun shu RGB LED ishlatiladi. Hozir 4-modda bo'lganim uchun agar 3 ga o'tsam rangi qizil bo'ladi. Agar 2 ga o'tsam rang ko'k bo'ladi. Agar 1 ga o'tsam rang siyoh rang bo'ladi. Xo'p, bu proyektning kodi bu kodni GitHub akkauntda topishingiz mumkin. Bu platform ini configuration ESP32 Arduino kodini o'zi mana shu. Bu kodni GitHub akkauntda topsa bo'ladi.